Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotgan obunachi do'stlarimiz, bugun sizlarga bitta daraxtlarning tagiga belgilangan gram bo'yicha dori solish bo'yicha bitta layfhak o'rgatmoqchimiz. 0.5 baklashgan olasiz. Odatda biz hozir 1 yoshli ko'chatlarga har birining tagiga 100 gramdan dori solish maqsadida keldik. Baklashgani kallasini olasiz. Xuddi shu holatda taroziga qo'yasiz. Baklashgani yaqinroqdan ko'rsating. Yaqinroqdan ko'rsating. Taroziga qo'yganingizda 15 gram holati keldi. Bunda 0 ni bosamiz. Har bitta daraxtimizni bir tomoniga 100 gram, ikkinchi tomoniga 100 gram. Holatingizga qarab, holatingiz 200 gramdan, holatingiz 300 gramdan, 400 gramdan xohlaganingizcha o'lchash osonroq bo'lishi uchun mana shu holatda belgi qo'yasiz. Mana biz hozir 150 gramga ko'taramiz. Mana 150 gram bo'ldi. Yaqinroqdan ko'rsating. 150 gram holatda taroziga qo'ygandan keyin T ezilgan, 0 ga tushirilgan. Va xuddi mana shu 150 gram bo'lgan joyidan qaychi bilan o'zi buni aslida aboy pichoq bilan kesilsa yana ham zo'r bo'ladi. Xuddi mana shu yerdan kesib tashlaymiz. Kesasiz. Kesganingizdan keyin sizga tayyor o'lchaydigan o'lchagan idish paydo bo'ladi va tarozida bemalol bir xil har bitta daraxtga bir xil me'yorda tushishi mumkin bo'ladi va o'lchab o'zimiz uchun o'lchash apparati yasab olgan baklashganimizda bir tomoniga bitta, ikkinchi tomoniga bitta. Bir tomoniga bitta, ikkinchi tomoniga bitta. Xuddi shu holatda solib boradigan bo'lsangiz, daraxtingiz soni va ishlatadigan baklashkingizni olayotgan gramini hisob-kitob qilib, keng dalizga qancha kilo ketishini mumkinligini aniq hisob-kitobini olasiz va dorini me'yorini bir xilda ushlashingiz mumkin bo'ladi va vaqtlar davomida bu me'yorni 20 gram yoki 50 gramdan oshirib borishingiz mumkin bo'ladi. Videolar agar yoqqan bo'lsa bitta like bosamiz, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldirsangiz, sizni qanaqadir muammoni video ko'rinishida tashlashimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, agar bozorchilikka taalluqli kommentariyaga yozib qoldirsangiz, buni ham video ko'rinishida tashlab boramiz, like bosamiz. Hozirgi kunda yosh ko'chatlarga azotli yoki fosforli ozuqalarni berish boshlaganmiz. Hozir iyun oyi sizlarda ham xuddi shunaqa chorlab qolaman dori solishdan, chunki saratonni issiqdan yaxshi o'tib ketishi uchun dori juda ham rol o'ynaydi. Salomat bo'linglar, like bosishdan chiqmasin.